50 million so'm bilan Cobalt olib minmoqchi bo'lgan ukalarimiz videoga yaqinroq kelinglar. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, sizlarga mashq Cobaltimizni 50 million so'm pul bilan minib ketishda xudo xolasa harakat qilib o'rgatamiz, tushuntirib beramiz. Qanaqa qilib olsa bo'ladi buni? Akalar, bu Cobaltimiz yangi Besfra 26-yil 29 kilometr 26 kilometr yuribdi. Midnight pozitsiya, eng oxiri fulli avtomat korobka benzin mashina. Mana oldi farasi, stopi, diskasi qoraytirilgandan, sidinlari, chexollari kojinisidan, zavodskiy poli, multirol, monitor, oxirgi MCM pozitsiyasi akalar. Buni tan narxi 160 million so'm. Hozirgi kunda 30% to'lov qilsalaring, Luboy Cobaltga necha pul bo'lsa tan narxi, o'shani 30% to'lov qilsalaring, buniki 50 million so'm chiqadi. 50 million so'm bilan buni akalar 3 yilga qolganini variantga o'sha mashina pochtaga olsalaring bo'ladi akalar. 50 million so'm bosh to'lov qilasizlar, mashina minib ketaverasizlar, qolganini 3 yilga mayda to'lov evaziga o'sha mayda qilib to'lasalaring bo'ladi. Past nomer yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib, egalar o'sha bu salon Farg'ona viloyat Marg'ilon shahri Kaminatda. Kaminat bu tomonimiz Kaminat bozor, bu tomonimiz mana avtosalonimiz. Yangi salafan mashinalarimiz turibdi. Cobalt xili bor akalar. Damaslar bor, Onyxlar bor. Mashq Cobaltimizni 50 million so'm pul bilan bemalol minib ketsalaring bo'ladi. Past nomer yozib qo'yaman, aloqaga chiqib, gaplashib, ma'qul kelsa, kelishuv asosida olsalaring bo'ladi. Penya shtrafi yo'q, eng zarur, eng kerakli joyi penya shtrafi yo'q. Bemalol olsalaring bo'ladi akalar.